Abdurahim Jalilov, My School o'quv markazi va TOEFL Exam Center loyihasi rahbari. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor tashrif uchun hammaga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shunchalik sabr uchun. Oxiriga kelib o'zi odamlar kamayib ketadi deb o'yladim. Hamma gapiradigan gaplarni gapirib bo'lishdi. Bir qiziq narsa bilan boshlamoqchiman. Mana shu ko'rib turgan havasimiz keladigan insonlar birma-bir chiqib, juda katta g'oyalarni, juda bir yaxshi g'oyalarni yoritib berishyapti. Shu qarab turibmanda o'zim ham eslayapmanki, shu chiqib gapirayotgan, bir narsa o'rgatayotgan, yangilik qilgan, jamiyatga xizmat qilayotgan insonlarni deyarli taniganlarim hammasi o'quv markazidan chiqqan ekan. Shuning uchun bugun o'quv markazlar forumi bekorga tashkillashtirilmagan ekan. Tashkilotchilarga alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Kirib kelayotganimda Umidjon akaga bitta savol berdim. Umidjon Eshmuhamedov, ko'pchilik taniysizlar, ustozimiz. Aytdim, Umidjon aka dedim, mana shu O'zbekistonda dedim, ingliz tilini rivojlanib ketishiga, portallab rivojlanib ketishiga turtki bo'lgan narsa nima dedim? Xususiy maktablarmi, universitetlarmi, o'quv markazlarmi desam, Umidjon aka o'quv markazlar dedilar. Bu men juda ham xursandman, shu sahnada, shu o'quv markazlarini ichida bo'lish, bu jarayonda Alisher Zafarovich o'birda bir gap aytdilar. Rivojlanishimizda, jamiyatga qilayotgan bir loyihalarimizda, jamiyatga foydasi tegadigan ishlar qilayotganimizda tomoshabin bo'lish ham o'zimizning qo'limizda, ishtirokchi bo'lish ham o'zimizning qo'limizda. Bu yoqda hamma ishtirokchilar o'tirishibdi. O'quv markazi ochganligi, shuni o'quv markazini qanaqa qiyinchiliklarga chidab yurg'izayotganligi, ilm berayotganligi hammalarga ta'zim qilamiz. Rahmat. My School o'quv markazi to'g'risini aytsam, meni eng yaxshi ko'radigan loyihalarimdan, bir hobbi loyihalarimizdan desak ham bo'ladi. Ko'p narsaga to'xtalmaymiz, umumiy narsalarga to'xtalaman. Raqamlar, juda ko'p narsalarni bizdan oldin ta'kidlab aytib bo'lishdi. Menimcha ko'p insightlar olib bo'ldinglar. Endi har bir ko'rayotgan ishtirokchilarni bitta narsaga e'tibor berishinglarni xohlardim. O'sha rahbar insonlarni, ularni loyihalarini har birini o'zini maqsadi, o'zini strategiyasi bor, rahbarlarining o'zini xarakteri bor. Shu narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Ularda nimadir potensial bor, nimadir g'oyalar bor, nimadir aytadi-ku, miyasida kuchli taraflari bor, bir-biri bilan raqobat qilyapti, bir-biri bilan kuchayyapti. Avvalambor bu raqobat deb sanashimiz kerak emas. Bir-birimizdan o'rgangan holatda bitta pokoleniya deydi-yu, bitta davr a'zolari birgalikda harakat qilishimiz kerak deb hisoblaymiz. Xo'p, My School hozirgi kunda o'zi umuman meni ta'limdagi loyihalarimiz My School o'quv markazi hozirgi kunda 12 ta filial bo'lyapti, xudo xohlasa. Xo'p, My School o'quv markazi ingliz tili o'qitishga, IELTS kurslarini tayyorlashga ixtisoslashgan o'quv markaz. Jamoamiz soni 200 dan oshiq a'zolari, yoshlar bilan ishlayman asosan. Yoshlar bilan ishlash ham alohida bir energiya, quvvat beradi. Bilasizlar, o'quv markazi rahbarlari ko'proq yoshlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Faqat sabr qilishimiz kerakki, yosh kadrlar bilan ishlash oson emas. Ko'p xatolar qilishadi. Shuning uchun imkon qadar ularning ustida ishlash, o'rgatishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. 2019-yilda asos solingan, o'zi karantinni ham qo'shib hisoblasa, salkam 5-6 yillik o'quv markaz va 5-6 yillik o'quv markazlarining ichida yaxshi natijalarga erishdik deb o'ylayman. Lekin juda ko'p orada chalg'ishlarimiz, xato kamchiliklarimiz bo'ldi. Lekin hozirgi kundagi mana shu natijalarimiz, o'sish yomon emas. Xudo xohlasa, viloyatlar bo'yicha masshtabирование qilishi jarayonidamiz hozirgi kunda. Har bir o'quv markazining e'tibor berayotgan bo'lsanglar, qandaydir kuchli jihatlari bor, katta o'quv markazlarini. Biz 1,5 yil mobaynida harakat qildik. Bizni qanaqadir bir katta advantage'imiz, ya'ni aytadi-yu, competitive advantage deydi, ya'ni boshqa raqobatchilardan yoki o'sha konkurensiya qilayotgan paytda kuchli tarafi bo'lish. 1,5 yil davomida Amerikaning ETS Global tashkiloti bilan hamkorlik o'rnatishga harakat qildik. Hozir men TOEFL haqida gapiryapman. TOEFL va GRE test markazi litsenziyasini olish va O'zbekistonda uni mashhur qilish yo'nalishi bo'yicha biz hamkorlikka erishdik va shaharning markazidagi, mana bu rasmda ko'rsanglar bo'ladi, TOEFL Exam Center'i
ya'ni model sifatida yo'lga qo'ydik. Ya'ni hozirgi kunda bolalar bu yerda tayyorlanishi mumkin va o'zimizda ichkarida test markazimiz bor. Test markazimizda 2 soatlik imtihon. TOEFL bilgan bo'lsanglar, oldin qiyin bo'lgan, 5 soatlik imtihon bo'lgan. Hozir sun'iy intellektlar, objektiv baholashlar qo'shilgan, adaptiv degan narsalar qo'shilgan. Ya'ni bolani dunyo qarashini, misol katta mavzular berib qolinadi bir xil payt, misol writing yozayotganda. Bunda aynan ingliz tilisini to'g'ridan-to'g'ri baholash va stressless, ya'ni stressni yo'qotgan holatda imtihon jarayonini olib bora oladigan format qilingan. 2 soat ichida imtihon topshiradi va bola bemalol dunyodagi hamma topoviy universitetlarga, o'zimizning xalqaro universitetlarga, o'zimizning universitetlarga ham hamma yo'ga sertifikati o'tadi va shu narsani My School o'quv markazi qo'lga kiritdi va hozirgi kunda juda ham ko'p o'quv markazi rahbarlari men xohlagan bo'lardim, bu bizani o'quv markazi ochgan egalarning har doim xayolidan o'tgan bir narsa bor. Nega bu maqsadga biz ham harakat qildik va xursandmiz? Chunki biz ham xohlaganmiz. O'qitayotgan bolamiz oxirida o'qisin, o'zimiz sertifikat beraylik, sertifikati o'tsin, o'sha yerda o'zidan universitetga kirsin, talaba bo'lsin, to'g'rimi? Juda ham ko'p, chunki 80% o'quvchimizning maqsadi universitetga kirish, xalqaro universitet talabasi bo'lish. Shu narsaga erishdik. Hozir katta o'quv markazlarining ichida My School yagona o'quv markazlaridan biri, ya'ni o'zini ichida test markazida TOEFL testini o'tkazgan holatda $195 bilan bolalarni bemalol xalqaro universitetlarga talaba qilib chiqazib yuborishi mumkin bo'lgan. Shuning uchun hamma o'quv markazlariga hamkorlikka ochiqmiz. My School o'quv markazi burchagi va TOEFL burchaklari bor. Hamkorlikka ochiqmiz. Bemalol har biringlar bilan hamkorlik qilishga tayyormiz va yoshlarimizga xuddi shunaqa IELTS ham juda ham bir zo'r imtihon, jamiyatimizning rivojlanishiga, yoshlarimizni ilm olishiga katta motivatsiya bo'ldi va TOEFL ham alternativ sifatida Xudo xohlasa kelajakda My School bilan IELTS bilan birgalikda jamiyatimiz rivojiga va yoshlarimizni kelajakdagi mana top universitetlarga talaba bo'lishligiga ko'prik bo'ladigan loyiha sifatida ko'ryapmiz va hammalarni hamkorligiga taklif qilib qolamiz. Bu yerda umumiy TOEFL haqida yana alohida bemalol AI objective scoring qo'shilgan. Ko'pchilik imtihondan keyin bilsanglar, aynan shu joyga to'xtalib o'tganim sababi imtihondan norozi bo'lib qolamiz. Ko'p holatda, menga past ball qo'ydi, menga bunaqa qo'ydi degan holatda bu yerda AI bilan TOEFL formati hozir juda ham zamonaviy formatga kelgan va objective scoring, ya'ni alohida baholash tizimi ham bor. 2 soatlik imtihon, stresslar kam, reading listeninglar hammasi multiple choice, writinglar ayniqsa juda ham oson, ya'ni sizlarni global sizlarda g'oya yo'q mavzu berib qo'ymaydi. Aynan o'zingizlarni aniqligiga ingliz tilini faqat tekshiradigan mavzularni beradi. O'quv markazlarini rivojlantirishdagi ko'pchilik ta'kidlagan narsalar yana bir sidira mana ko'rib olishingiz mumkin. O'quv markazini rivojlantirish bo'yicha bizning My Group loyihamiz bor. My Group loyihamiz o'zim oxirgi payt ulgura olmayotganim sababli hozirgi kunda faoliyat olib bormayotgandi, lekin bugun mana misol o'quv markazlari hamkorlik qilamiz, birlashamiz deydigan bo'lsanglar, bemalol misol ujin qilib, obed qilib yoki yig'ilib, mana rahbarlarni hozir kech paytda menimcha birgalikda yig'ilishimiz mumkin. Birgalikda o'quv markaziga tizimlashish bo'yicha fikr almashishimiz mumkin bo'ladi. Ochiqmiz, bemalol fikr almashish, networking qilish, qanaqadir bir yangiliklarni o'rganish, bu faqat hammamizni o'quv markazlarimizni rivojiga olib keladi. Bunga ochiq bo'lishimiz, bir-birimizga havas bilan qarashimiz to'g'ri deb o'ylayman.